Assalomu alaykum, hurmatli ishtirokchilar. Bugun Mirobod mahallasi binosida tartiblarga uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda nima savol bor? Assalomu alaykum. Men ismim So'mbek, O'jaga muxbirman. Mahalla loyihasi bo'yicha chorvachilik bo'yicha 50 million kredit olmoqchi edim. Siz yaqin rasmiy kelganman. Shu bo'yicha yordam bersanglar. Bugun mahalla loyihasi 50 million so'm bo'yicha kafillik asosida, ya'ni kafil ish haqqisi bor, kafil olib keladi. 5 yil muddatga 2 yil imtiyozli davr bilan to'lanadi, 25%. Assalomu alaykum. Men yosh tadbirkor bo'yicha istamoqchi edim. 17 million. Oldin ham qiziq olganman, o'shani yaxshi o'qiganman, o'shaning uchun olmoqchi edim. 17 million biznesga birinchi qadam dasturimiz bor. 17 million so'm bo'yicha 4 yil muddatga 6 oy imtiyozli davr bilan 25%. Buni traktorga qatlaganamiz. O'sha nomaqsadga olmoqchi bo'ldik. Agar oldin oliydan olib yaxshi yopgan bo'lsangiz 100 million so'm bo'yicha yangi sayyorada yoki elchida ochasiz. Ya'ni tadbirkorlik bo'lmaysiz. Siz 100 million so'm bo'yicha 5 yil muddatga 2 yil imtiyoz davridan 22% bilan bu tuman toifasiga bunda ta'minotchiga o'tkaziladi. Ya'ni bu 12 millionga tartibga bajarasiz, bu ta'minotchiga. Ta'minotchi narsalarni olib qo'yadi. Siz so'ragan mahsulotlarni yetkazib beradi. Boshqa masalalar